Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qon Chorva bozorida mana bolarimizga yem-xashak chiqaradigan droblikalar narxini yoritamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, hormang. Yaxshimisiz? Sizimiz aka, sog'lik yaxshimi? Sizimisiz? Akalar, bular narx-navosi qanaqadan aka bular? Ziyo polvonimiz drobilka aka. Aha. 4 kilovat 3 ming оборот aka. Nisat-motka aka. 2800 deyapmiz aka, 2700 shu Qo'qon nimasiga aka dastavkalarimiz bor aka. Ichida qilib berasiz dastavkalarni. Bularchi? Bular ham aka, hammasi hozir 4 kilovatlar aka. 2 kilovat xohlaganiga 2 kilovatlarimiz ham bor aka. 220 da ishlayveradi aka. 220 aka. 170 180 kun ishlaydi. Bular nima chiqaradi aka bu setkalar juda ko'p aka? Bug'doy, makka, o't, xashak, universal aka bular. Tiqilib qolmaydi aka? Yo'q, tiqilmaydi aka. Tiqiladigan bo'lsa, pol relisi bor, reli tashlaydi aka. Mana akalar. Chorva onlariga yem-xashakni chiqaradigan apparatlarimiz akalar. Ishqibozlar mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Dastavkalari vodiy bo'ylab besplatniy aka. Aka sog' bo'ling. Aka, Salomat bo'ling. Bozoringiz bersin ha.